Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari, chorva mol qo'yish kozlari. Bugungi video rolikda Andijon viloyati Bo'ston tumani Davra mahallasi joylashgan o'zimizning xonadonimizdan boramiz. Bugungi video rolikda qo'chqarlarimizni yemlashni boshladik. Shu qo'chqarlarimizni qanday tartibda yemlayapmiz, shular haqida bo'ladi. Hozir ko'rsatamiz. Mana bug'doy bilan makkani qaynatib beryapmiz. Hozir mana qo'chqarlarni ham ko'rsataman. Qorong'ida yaxshi ko'rinmayapti qo'chqarlar. O'n bitta qo'chqar. Bularni hozirgina yorug' tushgandan keyin bir video qilaman. Hozir 10 bitta qo'chqarga mana shu sirli cho'michda 8 cho'mich yem berilyapti. Qaynagan holatda bug'doy bilan makkani qaynagan holatida. Mana 8 cho'mich qaynatilgan makka bilan bug'doyni qo'chqarlarga berdik. Yeyapti. Bu yerda hozir 10 bitta qo'chqar bor. 10 bitta qo'chqarga berdik. Buni ko'rishingiz mumkin. Ertalab birinchi makkasi bilan bug'doyni beramiz. Buni yeb bo'lgandan keyin moshli buri bor. Moshli burini berib qo'yamiz. Shu bilan kechgacha yotadi. Mana bu yerda idishda suv bor. Suvni ichadi xohlagan vaqtida. Qo'chqarlar o'n oy, 11 oylik bo'lib qoldi. Bitta kattasi bor bularning ichida. Mana bu sariq katta qo'chqarimiz. 80 kilo atrofida bu kattasi. Qo'yanlari mana bu kichkina qo'chqarlar. 10 oy, 11 oylik. Bularni tortib ko'rdik. Kattasi 60 kilo. Kichiklari 4-5 tasi 47-48 kilo, qo'yanlari o'rtacha 53 kilo. 50, 53, 55 kilo shunaqa chiqdi. Xudo xolasa kuzatib borasizlar o'zgarishlarni. Videolarda qo'yib boramiz. Kech payt yem tartibi ham xuddi shu tartibda 8 cho'mich yemini yeydi. Makka bug'doyini. Undan keyin kechga silyoz tashlaymiz. Silyoz bir qopdan ozgina kamroq kilo hisobida taxminan 15-16 kilocha silyoz yeyapti kech payt. Yemdan keyin. Mana. Ertalab sahar shu yemini beriladi. Yemini berilgandan keyin, yeb bo'lgandan keyin o'tlar beriladi keyin. Hashaklari. Mana yemlarni yeb bo'ldi. Endi burlarini beramiz, hashaklarini. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu to'g'rada 4 to'g'radan beryapmizmi? Yo'q. Qancha? 2 ta? 4 ta. Ha. Mana shu to'g'rada 4 to'g'radan beryapmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Qo'chqarlarni yemlarni yeyishini, hashalarni yeyishini. Mana 10 bitta qo'chqar.